Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Assolatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Xo'p, bugun sizlar bilan o'rganadigan narsamiz Bismillahirrohmanirrohim kalimasini polnicha ochib chiqamiz. Ya'ni grammatik tahlil qilib chiqamiz sizlar bilan. Oldinlari gaplashgandek, sizlar bilan qilib beraman deganda mana bugungi kunga nasib qilgan ekan, Xudo xolasa. Bugun sizlar bilan hammasini harfidan tortib, nimasi bo'lsa hammasini ko'rib chiqamiz. Endi imkon qadar uni hukmlari, ahkomlari, u narsalarga kirishmaslikka harakat qilamiz. U narsalarga kirishmaymiz. Fatvolarga, boshqa narsalarga imkon qadar mana shu tilga tegishli bo'lgan, grammatikaga tegishli bo'lgan joylarini ko'rib ketamiz, Xudo xolasa. Prezentatsiyamiz ham shunga qarab qo'yilgan degan umiddaman. Hali umuman ko'rib chiqaman. Hozir mana ochib turibman. Прямой zapisni qo'yib yozyapmiz hozir. Xo'p, bo'lmasam buni ko'rib chiqamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ko'radigan bo'lsak buni mana B harfi turibdi bu yerda. B harfi bu harfi jar. Mana bu ikkinchi pejda bor ekan. Mana B bu harfi jar. Ism undan keyin Alloh kalimasi, Rahman, so'ngra Rahim. 1 2 3 4 5 ta ishtirok etgan ekan. To'g'rimi? Xo'p, endi ana shu 5 ta narsani polniy grammatik tahlil chiqamiz. Bo harfi bu harf bu. Harfda bilasizlar, nima deydi? Ikkita narsa bo'ladi. Bu yerda berilganmi-ekan? Ikkita narsa bo'ladi mana. Amali bo'ladi, ma'no bo'ladi. Ya'ni umuman olganda arab tilidagi harflarda, ya'ni o'zi ma'no anglatadi. Qachonki bir narsaga ulansa, fe'l yoki ismga qo'shilib ma'no anglatadigan harflarni nazarda tutyapman. Ya'ni oldin gaplashganimiz sizlar bilan kalima 3 turga bo'linadi, to'g'rimi? Ism, fe'l, harfga. Ism o'zi mustaqil ma'no anglatadi, lekin unda zamon bo'lmaydi. Fe'l bo'lsa, u mustaqil ma'no anglatadi, unda zamon ham bo'ladi. Harfda bo'lsa unaqa emas. Qachonki u o'zi biror bir ism yoki fe'lga qo'shilgan vaqtda ma'no anglatadi. Ya'ni o'zi mustaqil umuman ma'no anglatmaydi. Mana shunaqangi harflarda ikkita narsa bo'lar ekan. Amal bo'lar ekan, ma'no bo'lar ekan. Ya'ni u ham qachon bo'ladi? Biror narsaga qo'shilganda, ism yoki fe'lga ulanganda amali bo'ladi, ma'nosi bo'ladi. Endi biz ko'rib turgan mana bu bo harfimiz amali nima ekan? Amali mana harfni keyingi so'zga qanday ta'sir qilishi, ya'ni bu har doim bir xil bo'ladi. Ya'ni buni amalini nazarda tutyapti. Bo harfi jar, undan keyin so'zni har doim majrur qiladi. Masalan, endi bu yerda faqat kasrani qasdga olib turib misol qilib ketgan. Endi ma'nosidan qat'iy nazar alomati kasra bo'lishi mumkin, fatha bo'lishi mumkin yoki umuman o'zgarmasligi mumkin. Bunga nimani misol qilishimiz mumkin? Masalan, Zayd, masalan mana shu ism. Bismillahirrohmanirrohim. Ismun kalimasi oldiga b harfi jar kiryapti-da. Bismi bo'lib turib, jar bo'lib turib alomati kasra bo'lyapti. Endi alomati fatha bo'ladiganlarda-chi desa, masalan, marortu bi Zaynaba deganda Zaynab kasrani qabul qilmaydi. Majrur o'rnida turibdi, ya'ni jar o'rnida turibdi bu ism, lekin u g'oyri munsarif bo'lganligi uchun kasrani qabul qilmaydi va jarlik alomati bu yerda fatha bo'ladi. Ya'ni doim ham kasra bo'lmas ekan. Ya'ni majrurlik alomati doim ham kasra bo'lmas ekan. Ana endi umuman o'zgarmaydiganlar, masalan, zamirlar umuman o'zgarmaydi. Mabni kalimalar chunki ular. Buni bilasizlar menimcha. Agar bilmaydigan bo'lsanglar, ularni ham kechalik gaplashamiz, Xudo xolasa. Mana shu narsaga tushunmadim. Masalan, bihaza deganda haza kalimasi ism ishoralar. Bular ham mabnilar. Bular ham mabni ismlar. Ya'ni haza turaveradi, nasb o'rnida ham haza turaveradi, jar o'rnida ham bihaza bo'lib turib turaveradi. Shunday umuman o'zgarmaydi. Tushunarli? Endi bu b harfini amali bor ekan, uni amali o'zidan keyingi ismni jar qilar ekan. Endi uni ma'nosi bu yerda, ya'ni iminni bismillah kalimasidagi ma'nosi bu yerda isti'ona ma'nosi ekan. Ya'ni mehribon va rahimli Alloh nomi bilan boshlayman degan gapdagi. Uzr so'rayman. Endi buni bo harfini 14 xil ma'nosi bor ekan. Ya'ni biz harfda ikkita narsa bo'ladi, amal bo'ladi, ma'no dedik. Endi buni b ni bir qancha ma'nosi bor ekan. Amali bitta ekan, lekin ma'nosi 14 ta ekan. Ma'nosini ko'rib chiqamiz endi bu b harfini. Qaranglar, birinchisi
ilsoq uchun kelar ekan. Masalan, endi ilsoq ham ikki xil bo'lar ekan. Haqiqiy bo'lar ekan, majoziy bo'lar ekan. Masalan, amsaktu bil habli deganda, ya'ni arqonni tutdim men degan vaqtda ilsoq bo'lyapti, ya'ni yopish ma'nosida kelyapti bu yerda. Bog'lanish bo'lyapti bu yerda. Yoki masalan majoziy bo'lar ekan, maroratu bi zaydin degan gapimizda zayd yonidan o'tdim. Tushunarli bo'lyapti sizlarga. Ikkinchi ma'nosi ta'diya ekan, ya'ni o'timli fe'lni, o'timsiz fe'lni o'timli qilib kelar ekan. Masalan, bu yerda kelyaptiki, zahaballohu bi nurihim kelyapti. Ya'ni azhaba nurahum, ya'ni Alloh taolo ularni nurini ketkizdi degan ma'noda kelyapti. Ya'ni bu yerda zahaba ketdi desa, bi kelyapti-da, ketkizdi bo'lyapti bu yerda. Tushunarli? Masalan, zahabtu bi akhi deydigan bo'lsangiz, ya'ni men ukamni ketkizdim. Ilal madrasasi, men madrasaga jo'natib yubordim degani. Lekin zahabtu ila madrasasi, men madrasaga ketdim bo'lib qoladi. Lekin bi bilan ishlatadigan bo'lsangiz, ketkizdim bo'ladi. Isti'ana ma'nosida kelar ekan. Isti'ana ya'ni yordam. Xuddi biz hozir gaplashganimiz, ya'ni mana bu bismillah kalimasidagi mana bu yerga ham katta qilib isti'ona deb yozib qo'ygan. Tushunarli? Xo'p, endi buni oxirigacha ko'rib chiqadigan bo'lsak, ma'nolarini vaqtimiz ketib qolar ekan. Buni men Telegram kanaliga tashab qo'yganman, hammasini bemalol o'qib ma'nolarini tushunishinglar mumkin. Bu yerda nima ma'noda kelishligi va bu yerda mana shu berilgan misollarda tarjimasigacha yozib qo'ygan. Tushunarli? Albatta buni o'zimiz qilib chiqqanmiz. O'zimizda akademiyamiz metodika bo'limiga katta rahmat aytamiz. Xo'p, keyin endi ismga keldik. Ism so'zi qayerdan kelib chiqqan? Bir xilga naqalar aytadi. Endi buni ikkita qabilaga bo'ladi, Basra bilan Kufaga. Bilsanglar, oldin Basra madrasasi bo'lgan, Kufa madrasasi bo'lgan, ixtiloflar shundan kelib chiqqan. Basraliklar aytadi sumundan kelib chiqqan deydi. Ya'ni sama yasmu sumudan kelib chiqqan deyshadi, lekin Kufaliklar vasamadan kelib chiqqan. Vasama yasimudan simatun bo'ladi buni masdari. Mana shundan ismun kelib chiqqan. Mana shu misollik bo'lganligi uchun nima deydi? Nima deydi? Alif odatda tushib qoladi. Ya'ni bu masalan ulamolar aytishadi, kasratul isti'mal sabab, ya'ni ko'p ishlatilganligi uchun bismillah kalimasi ko'p ishlatilganligi uchun bundan alif tushadi deyshadi, lekin ko'faliklarda ba'zi birlari yo'q, bu misol bo'lganligi uchun buni tushirib yuboramiz. Xuddiki muzoriyda yana va'ni tushirib yuborganligimiz kabi. Masalan, wasama yawsimu masda yasimu qilganimiz kabi tushib ketaveradi bu ham degan narsalarni ham aytishadi. Ya'ni shunaqa qovullar ham bor demoqchiman. Ya'ni iminni noto'g'ri, noto'g'ri degan narsa yo'q, bu keng. Buni siz chuqur o'rganib boraversangiz, nima deydi? Arab tili shunaqa kengligini tushunasiz. Siz og'zingizdan qanaqa kalima chiqsa ham, siz unga dalilingiz bo'lsa to'g'ri bo'lib ketaveradi. Shunaqada endi. Masalan, boshida boshlang'ich berilyapti turganda, endi masalan, arab tilini boshlang'ich o'rganib turganingizda, mana qoida bor, bundan boshqasi bo'lmaydi deb o'rgatiladi. Lekin siz uni chuqur kirib ketaveradigan bo'lsangiz, siz shunaqa qovurlarni ko'rasiz. Masalan, mana shu basmalani o'zini 9 xil o'qilishini ko'rishimiz mumkin. Masalan, biz bismillahirrohmanirrohim deb o'qiydigan bo'lsak, uni rohima deb o'qisa bo'ladi. Rohmanurrohim deb o'qisa bo'ladi. Rohmanarrohim deb o'qisa bo'ladi. Ya'ni aytayapman, 9 xil ko'rinishini ko'rishimiz mumkin. Buni o'ziga yarasha dalillari bor nima uchun o'qilishini. Ya'ni siz qanchalik chuqur ketaveradigan bo'lsangiz, qanchalik siz mukammal qilib o'rganib ketaverasiz, siz og'zingizdan qanaqa o'qisangiz ham nima deydi? O'shanga dalil topaverasiz siz. Nima deydi? Kimdir xato aytib o'rgan bo'lsa, "Sen noto'g'ri gapiryapsan" deb emas, balki ma'no qovliga ko'ra mana shunaqa o'qisa bo'ladi degan narsa sizning zehningizda turadi. Siz chuqurroq o'rganadigan bo'lsangiz-da. O'zi aslida mana shunaqa chuqurroq o'rganish kerak. O'shandan keyin siz qiroatlarni ham tushunishni boshlaysizda. Masalan, deyilgan surada keladi, masalan, shay'un degan kalimasi bor, to'g'rimi? Masalan, shayya deyiladi nasb o'rinda, to'g'rimi? Shayya. Bizda aytilmaydi. Bizda nima deyiladi? Shay'a deyiladi. Lekin masalan, boshqa qiroatlarda shayya deb kelgan o'rni bor. Shozmas bu ham, ya'ni mutawatir qiroatlarda kelgan mana shu shayya degan o'rni.
Bu nimaga asoslandi deydigan bo'lsangiz, bu yerda hamza o'zidan oldingi illatli yo kelganligi uchun, ya'ni unga nima deydi, qalb qilindi va tashdidlandi. Shayya bo'lib qoldi deb turib illat keltirganlar bor. Ya'ni mana shunaqangi qovullar bor. Shunaqa imkon qadar chuqurroq, mustahkam qilib, nima deydi, mukammal o'rganishlikka harakat qilish kerak. Hech kim mukammal emas. Masalan, men ham mukammal emasman, lekin shunaqa o'rganishlikka harakat qilaman. Men ham nima deydi, men mukammal bo'lishim kerak demoqchi emasman. Mukammallikka intilishlik kerak mana shu tilda. Ayniqsa mana shu Qur'on tili bo'lgan arab tilini o'rganishlikda mukammallikka intilishlik kerak har tomonlama. O'shaning uchun masalan ba'zilar tanqid qilishadi. Nima deydi, nima bo'pti, ba'zi bu ham gap bor edi. Masalan, malaltum. Endi lug'atda endi ayb bo'ladi. Masalan, xolagan gapini gapirishlik bu ham bor deb turibdi. Nahvda, sarfda aytsa mayli, lekin lug'atda gapirsa bu noto'g'ri. Chunki o'sha Saodat asrida yashagan davrlarda sof arab tili saqlangan vaqtda u kalimalar ishlatilmagan. Masalan, malaltu kalimasi u paytda men video qilib chiqqanman-ku, esinglarda bo'lsa kerak. Shu malaltu kalimasi masalan malala yamlaludan chiqqan va malila yamlalu bor. Malala yamlalu ham bor, malila yamlalu ham bor. Ya'ni malaladan bo'lib turib, ya'ni malaltu bo'ladigan bo'lsa, u ya'ni malollandim degan ma'noni anglatmaydi hech qachon. U biror bir narsani, masalan, malaltu shay'a deydigan bo'lsa, biror bir narsani men cho'q ichiga ko'mdim degan ma'noni anglatadi. Ayni men malollandim deyishlik uchun maliltu deyish kerak. Bunga dalil bor. Mu'tatul fasihda keladi. Buni Ibn Murahhal Imom Sa'labning kitobiga sharh yozgan. Sharh yozib o'shani nazm qilib qo'ygan. O'shanda men dalillargacha keltirib yozganman. Ko'rgan bo'lsanglar kerak. O'sha joyda va uni mazdari malal bo'ladi. Lekin mana malaltuniki mazdari malalun bo'lmaydi. Lekin masalan lug'atlarda oladigan bo'lsangiz, bushro lug'ati bor. Bizda o'zbek tilida juda ham ko'p mana shu ishlatamiz. Masalan, men o'zim ham ishlataman. Ana shunda ham malalun deb berib qo'ygan. Voy subhanalloh. Haligi nima deydi? Siqilib qolaman-da, endi bilmadim. Nima deydi? Mana shu lug'at e'tiboran sal torroq olsam kerak menimcha, shunaqa. Lekin baribir mumkin emas unaqa ishlatishlik, malaltu deb ishlatishlik ayb bo'ladi. Xo'p, mavzudan chetlashmaymiz. Endi Alloh lafziga kelamiz. Endi bu ism nimadan chiqqan? Endi Alloh lafzi jomidmi yoki mushtaqmi? Jomidmi degani umuman ya'ni yasalmagan u. Shunday Sibawayh va ko'pchilik basralik nahvchilar aytishadiki, Alloh lafzi boshqa so'zdan yasalmagan, faqat Haq taologa maxsus ism, ya'ni alam ism bu, ya'ni alam qilingan bu. Bu nom hech qanday mastardan nima deydi, ishtiqoq qilib olmagan deyshadi. Endi mushtaq deydiganlar, boshqa ko'p ulamolar aytishi turli fe'llardan, masalan, aliha alahudan chiqqan deganlar bor, alahadan chiqqan deganlari bor. Shundan ilah bo'lib qolgan, ilahga alif lam qo'shilib turib, ya'ni alif lam qo'shilib turib, ya'ni alif lam jinsiyya qo'shilib turib Alloh bo'lib qolgan deyshadi. Ikkalarining ham o'ziga yarasha dalillari bor. Ya'ni bu ikkisini ham noto'g'ri deymiz, lekin biz ko'proq basraliklarning qovlini olamiz. Ya'ni biz Mavron Nahr diyorlari, bizda mana shu Buxoro madrasalari, ya'ni eski Buxoroni nazarda tutyapman. Eski Buxoro madrasalari ilgaridan basraliklarni qovlini olib kelishgan. Negaki ularda qovli kuchli, dalillari kuchli haqiqatan. Ko'faliklarga keladigan bo'lsak, ularniki ham zaif emas, ya'ni ularniki ham yo'q emas, ularniki ham zaif emas, o'ziga yarasha shunaqalari bor. Bunga misol qo'yadigan masalan, siz bilan biz o'qiydigan mushafimiz Ko'fani anaqasiga qilingan. Masalan, ko'falik olim, masalan, Osim qiroatini oladigan bo'lsa, Osim qiroati Hafs rivoyatida yozilgan-da bizning Qur'onimiz, mushafimiz. Mana shu mushaf sohibi, ya'ni Imom Osim Ko'fadan bo'lgan. Shunaqa. Xo'p, nega Alloh deb o'qiymiz? Qalin va tarqiq, ya'ni tafhim bilan tarqiq o'rni. Buni bilasizlar nima uchungina bunga to'xtalib o'tishimiz shart emas. Masalan, oldi fatha keladigan bo'lsa, qolallohu yaqululloh deb o'qiymiz. Masalan, fatha bilan nazam keladigan bo'lsa va oldi kasra keladigan bo'lsa, bismillahga o'xshab turib, ya'ni tarqiq qilib, yuqa qilib, ya'ni ingichka qilib o'qiymiz. Shunaqa. Undan keyin to'xtaladigan oxirgi narsamiz bu Rahmon va Rahim. Rahmon ham, Rahim ham bu Alloh taolaning sifati. Endi Rahmonni oladigan bo'lsak, bu umumiy
keng doirani o'z ichiga qamrab oladigan sifat. Ya'ni bu Rahmon degani bu ham haligi rahm shafaqat qiluvchi degan ma'noni anglatadi, lekin bu kim uchun desa, bu ya'ni fa'alan vaznida bo'lib turib, bu umumiy mo'minlarni ham, kofirlarni ham hamma narsani o'z ichiga olib turib, bir xilda rahm shafqat qiladigan zotning sifati deyiladi. Ya'ni zotga mana shu ma'noni anglatadi. Rohim bo'lsa faqatgina mo'minlarga rahm shafqat qiladi. Ya'ni qiyomat kunida faqatgina mo'minlarga rahm shafqat qiladigan zotning sifati. Mana shunga ya'ni xoslik bor. Ya'ni bu yerda chegara bor, xoslanish bor. Bu yerda bo'lsa ommatan. Rohiman ommatan, rohim xos bandalarga. Ya'ni ibad deydi-yu, masalan, abidun degan kalima bor, ya'ni qullar degani. Biz Alloh taolani nahnu abidun, ya'ni qullarmiz. Va ibad degan jam ham bor-da, ya'ni abid kalimasini ikkita jami bor. Masalan, taksir jami ham bor, jam solimi ham bor. Ya'ni ibad degan jami ham bor, abidun ikkalasi ham Qur'onda keladi. Ko'radigan bo'lsangiz, buni ma'nosiga kiradigan bo'lsa, buni balodir. Shu narsa beriladiki, abidundan murod umumiy jamiki qullar. Kofir bo'lsin, mo'min bo'lsin, fosiq bo'lsin, yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, hammasi bir xil. Alloh taolo yaratgan har bir qul abid deyiladi, ya'ni abidun. Endi ibad deb kimda aytadi deydigan bo'lsa, ibad deb xossatan Alloh taologa ibodat qiluvchilar, mo'minlar va taqvodorlar nazarda tutiladi. Alloh taolo hammamizni ibadlar safidan qilsin, o'shalardan bo'lishlikni nasib qilsin inshaalloh. Menimcha darsimiz shu yerda nihoyasiga yetadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Men buni tashab qo'yishlikka harakat qilaman. Buni men Telegramga tashab qo'yaman, xudo xolasa, prezentatsiyasini. Mana bu joyda ko'radigan narsamiz ham bor ekan. Taqdir qilishlik, to'g'ri. Bismillahirrohmanirrohim deb tarjimasini biladigan bo'lsangiz, masalan, boshlayman deymiz yoki o'qiyman deymiz. Ya'ni shunaqa kalima taqdir qilinadi. Bizda o'zbek tilimizda umuman qo'shilib ketiladi, lekin arab tilida bu narsa taqdir qilinadi. Masalan, aytamiz biz mehribon va rahimli Alloh taolo nomi bilan boshlayman. Ya'ni masalan bismillahirrohmanirrohim kalimasida boshlayman degan gap yo'q. Qayerdan olyapsizmi? Bu taqdirida bor. Ya'ni abda'u yoki aqra'u degan fe'l taqdir qilinadi buni anaqasida, zamirida. Ana endi bunda ham ixtiloflar bor ekan. Masalan, ko'faliklarda fe'l taqdir qiladi. Ya'ni abda'u yoki aqra'uni oldinda taqdir qilamiz deydi basraliklar. Yo'q, bu yerda ism taqdir qilamiz. Masalan, bidayati ibtidai yoki qiroati bismillahirrohmanirrohim degan masdarlarini taqdir qilishadi. Shunaqa Maka sababni nima deydi? Sabab keltirishadi endi bu olimlar. Masalan, basraga olimlar aytishadiki, ism doimiylik va sobitlikni ifodalaganligi uchun Alloh nomi bilan boshlash har doim davom etuvchi majburiyat sifatida tasavvur qilinadi deyshadi. Ya'ni jumla turi ismiy jumla bo'ladi bu yerda deydi. Endi ko'fiyliklarning dalili nima deydigan bo'lsangiz, ularda dalili amalni asli fe'llar uchun Qur'on va hadisda ham shunday ishlatilgan. Ya'ni iza jaa nasrullohi val fath degan oyatda, ya'ni bu ikkinchi yangilanuvchi harakatni ifodalaydi. Jumla turiga ko'ra fe'li jumla bo'ladi deb turib, o'zlarining dalilini keltirishadi. Endi bu siz bilan bizga, ya'ni hozir boshlovchilarga bu muhim narsa emas. Hozir bu narsaga chalg'imanglar. Bu muntahiylar uchun. Yo'q. Mutawassitlar uchun desak bo'lar ekan, ya'ni o'rta qatlam uchun. Shunaqa endi bizda kuzatuvchilarimiz muntahiylar ham bor, mutawassitlar ham bor, mubtadiylar ham bor, ya'ni boshlovchilar ham bor. Boshlovchilar bu narsaga chalg'imanglar umuman. Shu narsani bilinglarki, bu yerda taqdir qilinar ekan. Nima taqdir qilinar ekan? Fe'l yoki ism taqdir qilinar ekan. Endi biz odatda fe'l taqdir qilamiz. Aqra'u yoki abda'u degan fe'lni taqdir qilamiz. Aqulu qawli hadha. Astaghfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.